Assalomu alaykum do'stlar, Starcraft Clash kanali muxlislari. Bugun sizlar bilan Clash of Clans akkauntlaringizdan levelni ko'tarishni 300 levelgacha bemalol ko'tarishni o'rgatib o'taman. Uning uchun shu kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va shu videoga like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Shuncha odam like bosib obuna bo'lmasdan juda ham ko'p odam ko'rishyapti, lekin obuna bo'lib like bosmayaptilar. Shu sababli obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Tezroq 100 ta obunachiga erishsak shu kanalimizda jonli efir qilamiz do'stlar, shu kanalda jonli efir qilib maza qilib o'ynaymiz akalar. Sababli kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 100 ta obunachiga erishaylik. Unda videomizni boshladik bolalar. Mana do'stlar, Clashga ham kirib oldik. Bugun sizlar bilan 3 ta usulni ko'rsatib o'taman. Birinchi usuli bu Clashga kirganlaringizdan so'ng akkauntlaringizga birinchisi bu axlat bo'ladi. Hamma bilsa kerak. Axlat to'dalab xebosiylar bo'ladi. Masalan 62 axlat to'dalabdi. 62 bo'lsa 3 bu yerda 65 bo'ldi, ko'rdingizlar. Bu orqali axlat orqali sekin ishlaydi, juda sekin xebosiylar bo'ladi. Bu birinchi uslubi edi akalar. Bundan ham normali xebosiylar bo'ladi. Mana 68 yana 3 bu yerda o'yingacha xebosiylar bo'ladi. Ikkinchi uslubini o'rgatib o'taman do'stlar. Ikkinchi uslubi attacks bo'limiga o'tamiz. Bu yerda ikkinchisiga o'tamiz va teparoqqa chiqsak bo'ldi. Treni arena bor. Shunga bosamiz bolalar, shunga kiramiz. Shunga kirganlardan so'ng shunga kirasiz. Shunga bosib shu uyni o'rish kerak do'stlar. Shu uyni urasiz, chiqasiz. Bo'ldi. 100% urish shart emas. Endi bu yerda qilsangizlar 79 bo'ldi, ko'rdingizlarmi? 11 xp beradi har bitta o'sha attacks bo'limiga o'tib teparoqqa chiqasiz. Kesta bo'ldi, 7-8 sekund vaqtlaringiz ketadi. Mana yana qaytib kirasiz. Qaytib kirganlaringizdan so'ng yana kirib shuni o'ynaysizlar. Chiqasizlar. 79 edi bolalar. Hozir ko'ramiz, qaranglar, 90 bo'ldi. Shu orqali ham 1 minut ichiga bemalol 5-6 marta kirib urib chiqib xebosiylar bo'ladi. 1 daqiqani ichiga 60-70 ta xebosiylar bo'ladi. Juda ham katta natijasi bor bolalar. Keyin bu yerda yana bu yerda klanlaringiz bo'lsa, klanga kirasizlar. Bu bitta klanga bizning o'zimizning Star Clash N1 degan klanimiz bor. Bu yerda shularni to'ldirib, bu yerda qolmagan ekan, o'zi ko'rsataman. Mana do'stlar, klanlar mana shuni to'ldirasizlar, danasini bosasiz. Bu yerda to'ldirib berishlaringiz kerak. Havo shari va mana bu elixir to'ldirib berasizlar va keyin mana bundan to'ldirib berishingiz kerak. Bu yerda biz bitta to'ldirib beramiz mana. Bitta uchun 5 ta xep beradi. Opsionni to'ldirib bersanglar bolalar, juda ko'p beradi xep. 110 tagacha beradi har bitta to'ldirganlaringiz uchun. 3 ta usulni ham ko'rsatib o'tdim do'stlar. Uchalasini bajarsanglar bemalol sizlar 200-300 levellargacha bemalol ko'tarsanglar bo'ladi. Hozir ko'tarish oson bo'ladi, keyin sekin-sekin qiyinlashaveradi do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yinglar, iltimos akalar. Tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Shu sababli kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.